shuncha odam mana shu suvga o'chirib kutyapti. Xola, bu qanaqa suv endi? Bu suv lichinyalar, buyraklarni, oshqozonni, o'tlarni, toshlarni tushiradi uka. O'zimning buyragimda tosh bor edi. Toshlarni tushirib, ancha yengil bo'lib qoldim. Ha, shuning uchun odamlar kelib olib ketadi bu yerdan suvi. Ha, shuning uchun odamlar har doim kelib olib ketadi. Bu yerda nima deb qo'yishadi? Gidrozol buloq suvi deydi. Ha, gidrozol buloq suvi. buloq suvi. Bu o'zi chiqadi. O'zi chiqadi. 24 soat chiqar ekan, umuman. Ha. To'xtamas ekan. Bu yerda yana qo'yishgan. To'xtamaydi. Har doim oqib turaveradi. Mana shu yerlarni obodonlashtirishiga sabab mana shu suv. Shu suv uchun kelishgan odamlar. Qoyil, Surxondaryoda qayeri? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'on. Qoyil. Bilganlar bo'lsa kommentariyada yozib yuboringlar. Surxondaryoliklar bormi bunacha Ramzor orasida? Qadoqlab ham ishlab chiqarishar ekan. Bir kunda 200 ming tonnadan ortiq. Yo'q, 200 mingmi? 200 tonna. Ha, 200 ming deyapman. Astagfirulloh. Bo'ldi. O'sha sizlar ko'rgan gidrovuzel, ya'ni shifobaxsh suvini qadoqlab ishlab chiqarishar ekan. Yarim litrdan boshlab 19 litrgacha kunlik obyomi 200 tonna ekan. Kimda kim dilliligini olmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Manzil Surxondaryo, Jarqo'rg'onda joylashgan.